Do'stlarim, sizlarga yana katta yangiligim bor. Nima deysizlarmi? Ko'chatlarni sizlarga obzor qilib beraman. Do'stlarim, men ko'chatga keldim. Sizlarga ko'chat haqida ko'chatchi akamizdan ma'lumot eshitamiz. Bizda olma, bodom, o'rik ko'chatlari mavjud. 10 mingdan qilib beramiz. Hozirgi narxi kelishlaringiz mumkin. Qolgan ko'chatlarni telefon orqali gaplashib, hangomasini qo'yamiz. Kelishamiz. Aka, bu aytgan ko'chatlaringizdan boshqa turdagi ko'chatlaringiz ham bormi? Bizda shaftoli, buyog'i gilos, nok, pok, hamma ko'chatlar mavjud. 50 xil turdagi ko'chatlarimiz 50 bor. xil turdagi ko'chat bor. Demak, aka, siz ko'chat ko'proq olsa dastavka ham qilib berasizmi? Dastavkalarimiz ham bor. Butun O'zbekiston bo'yicha desa ham bo'ladi. Buni dastavka qilib chiqarib beramiz. Chiroyli narxlarda. Bo'ldi. Demak, do'stlarim, men pastga nomer qoldiraman. Ana shu nomerlarga bemalol bog'lanasizlar. Biz O'zbekiston bo'ylab ko'chatimizni dastavka qilib yetkazib berishadi. Do'stlarim, mana shu akamiz ko'chat topdi mana bu yerdan. Aka, ko'chatlar qanday ekan? Yaxshi aka, bizda qishloqdan ham odamlar olgan, shu baraka topgan uchun keldik aka, yaxshi ko'chat bo'lgani uchun. Shu yerdan izlab keldik uzoq yo'ldan aka. Ana, akalar mana kelyapti odamlar. Do'stlarim, manzilda aytib o'taman. Jizzax viloyati Baxmal tumani Qo'shtepa qishlog'ida